hozirgi kunda biz uy qurganimizda bir narsa hisobga olishimiz kerak. Bugun uchun uy qurilmaydi. Bu uy biza bitta odam umridan ko'proq vaqtga yetadi, xizmat ko'rsatadi. Masalan, hozir qurgan uyimiz 50 yildan keyin bizning avlodlarimiz ham unda yashashi mumkin. Bitta ikkita avlodni ko'rishi mumkin. O'shanga iloji boricha hozirdan hammani xabari bor. Hozirgi kunda elektr, gaz narxlari oshib boryapti, ularga limit qo'yildi. Bu nimaga olib kelyapti? Hozir mayli yozda amallayapmiz, faqat shu konditsionerda ozgina muammo bo'lyapti ishlatishimizda, lekin qishda nima bo'ladi? Gazni sarfi qancha bo'lib ketar ekan? Bizga limit yetadimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa limit yetgan taqdirda hozirgi kundagi sharoitda gazni aholiga yetkazib berish qiyin bo'layotgan vaziyatda gaz tushib ketganda uylarimiz isitolmaymizmi? Bizning ataplaymiz sistemamiz bunga javob beradimi, yo'qmi? Bu yil emas, keyingi yil, bundan keyin 5 yil, 10 yildan keyin ahvol qanaqa bo'ladi? Hozir agar siz qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, bir narsani hisobga oling. Iloji boricha energiya effektivniy uylar qurishga harakat qilishimiz kerak bundan bu yog'iga. Ya'ni endi buni uy qanaqa bo'ladi? O'ziga energiyani kam talab qiladigan uy qilib loyihalash kerak. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, masalan, ozgina yoqilg'i bilan yoki ozgina mana shu isitish energiyasi bilan uyimizni issiqlik darajasini qishda yaxshi ushlab tura oladigan, ya'ni o'zini o'zi ta'minlaydigan uylarga harakat qilish kerak qurish loyihalashga. Buni yana tushuntira oladigan bo'lsak, masalan, oldin tarixga bundan ozgina bir 20 yil, 30 yil oldinga murojaat qiladigan bo'lsak, oldin uylarimizda ko'mir bilan yoki tancha bilan bitta xonani bemalol isita olishgan yoki bo'lmasa kontrakt pechkalar bo'lgan, bitta ikkita xonani bemalol o'sha qishdan chiqishga yetadigan darajada isitib berilgan. Oldin bunaqa texnologiyalar rivojlanmagan bo'lgan u paytda, ya'ni o'sha hozirgi kundagi nasoslar orqali to'pli pol qilib isitish yoki bo'lmasa katyonlar, duv konturli katyonlar bo'lmagan, hamma narsa sodda bo'lgan, iloji boricha tabiiy sharoitda issiqlikni ta'minlashga harakat qilishgan odamlar. Ya'ni devorlarning qalinligi oldin hozirdagi 400 bo'lmagan, keyin paxsadan urilgan bo'lgan, paxsa uylarning devori qalinligi 500 yoki 60 santimetrda qalinlikda bo'lgan. Bu nimaga foyda bergan? Shu paxsa devori issiqlikni ushlashi, ya'ni xonadagi issiqlikni bir me'yor ta'minlab berishi yuqori bo'lgan. Devorning ichidagi g'ovvoyligi ko'p bo'lgan. Hozirgi kundagi pishiq ishlarga, beton uylarga nisbatan kam yoqilg'i bilan issiq haroratda yoki yozda bo'lsa sovuq harorat tusha bergan. O'sha hammamiz eski shaharda uylarga kirgan bo'lsak, yozda muzdayligini sezganmiz. Bu nimaga? O'sha devori qalinligi, devorning materiali g'ovvoyligiga bog'liq bo'lgan. Hozir texnologiya rivojlanyapti, odamlar borgan sari nima deydi, devorni ingichkalashtirib, beton devordan foydalanish yoki bo'lmasa ataplanish sistemalari ham borgan sari rivojlanib, odamlar borgan sari texnologiyaga bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'ni o'sha elektr bo'lmaganda, nasos ishlamasa, to'pli pol ishlamay qoladi yoki bo'lmasa gaz pasayib ketganda suvni sirkulyatsiyasi yaxshi bo'lmaydi. Oldingi katyonlarda samotyok bilan, ya'ni fizika qonuni asosida so'lning tepaga chiqib aylanib uy sistemalari bo'lgan, nasos kerak bo'lmagan, elektr kerak bo'lmagan bu holatlarda. Iloji boricha hozirgi kunda ham bir narsani hisobga olish kerak. Uy qurganda yoki uy loyihalaganda agar uy qurmoqchi bo'lsangiz, devoringizni 400 emas, 500 ovurilish kerak. Bu hozirgi kunda mayli sharoit yaxshidir, lekin keyinchalik 10 yil, 15 yildan keyin qanaqa bo'ladi, buni hali bilmaymiz. Kelajakda nima bo'lishini, o'shanga devorimiz iloji boricha 400 emas, 500 olib, keyin ichidagi hammasi pisho'g'ishdan emas, o'sha ikkita chetini pisho'g'ish qilib, yarim g'ish o'rtasiga xom g'ishdan teriladimi, o'sha g'ovvoyli materiallardan foydalanib demoqchiman-da. Yoki bo'lmasa, agar devorlarimiz 400 bo'lgan taqdirda ham ichkaridan remont qo'yganda, o'sha bazalt materiallari bor, gips karton bilan afishka qilib, uni yana qalinligini oshirib, uni issiqligi o'tkazuvchanligini yana ham kamaytirib, o'sha g'ovvoyi materiallardan foydalanib ishlangani ma'qul hisoblanadi. Nima desam ekan, odam hozirgi kunda biz uy qurganimizda bir narsa hisobga olishimiz kerak. Bugun uchun uy qurilmaydi. Bu uy biza bitta odam umridan ko'proq vaqtga yetadi, xizmat ko'rsatadi. Masalan, hozir qurgan uyimiz 50 yildan keyin bizning avlodlarimiz ham unda yashashi mumkin. Bitta ikkita avlodni ko'rishi mumkin. O'shanga iloji boricha hozirdan shu har tomonli o'ylab loyihalangan ma'qul yoki qurilgan ma'qul. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi.